allergiklar kelish kerak bo'lgan havosi eng toza joy qayerda ekanligini bilasizmi? Bu o'zimizning O'zbekistonda joylashgan Zomin va men hozir shu yerdaman. Ko'rgimga kelgan bemorlar bir Zominni aylanib kelsam maza qilib yuraman deyshadi. Haqiqatdan ham men 2 kundan beri Zomindaman va bu yerdagi tabiat, toza havo va dam olish o'zgacha ta'sir qilar ekan. Bu yerda nafas olish oson. Har bir nafasda yangi kuchni his qilasiz. Shifokor sifatida ayniqsa bu yerga allergik yo'tal, burun bitishi, nafas qisishi, mavsumiy allergiya bilan aziyat chekuvchilar kelishini tavsiya qilaman. Zominning toza va tog'li havosi va igna bargli o'simliklarga boy muhiti hamma allergiklarni ahvolini ancha yengillashtiradi. Agar Zominga kelmagan bo'lsangiz, oilangiz bilan albatta bir kelib keting.